Yoshim 18 da va meni beradigan maslahatlarim siz uchun qanaqadir oddiy arzon narsa bo'lishi mumkin. Bu meni hayotimdan ko'rib, o'rganib, kechirgan narsalarim, ya'ni meni xulosalarim. Men sizga bitta narsani bugun aynan mana shu videoda tushuntirib ketmoqchiman. Emini maktabda o'qiydigan bo'lsangiz yoki maktab yaqinda bitirgan bo'lsangiz, bu videoim aynan siz uchun. Ikki quloqingiz bilan eshitib oling deydi-ku. Birinchi navbatda siz biling aynan nima uchun imini hozir qilayotganingizni, ya'ni ingliz tili o'rganyapsizmi yoki qanaqadir umuman boshqa sohani yoki hayotingizni boshqa nimadir bilan bog'layapsizmi? Imini o'sha narsa oxiri maqsad nimaga olib borishini bilishingiz kerak. Agar bu narsa kimgadir hayotingizda nimadirdir isbotlamoqchi bo'lib qolgan bo'lsangiz bu narsani, eng katta xato. Bu uzoqqa bormaydi. Oxirida depressiyagacha boradi, undan uzoqiga bormaydi. 100% javob beraman. Agar siz qilayotgan ishingizni biror bir natija uchun, ya'ni o'zingizni hayotda anglab olgan narsangizni kelajakda natijasini ko'rmoqchi bo'lib turib, imini shu narsani qilayotgan bo'lsangiz, bu narsa sizga aniq natijasini ko'rsatadi. Nima qattan bilaman deysiz bu savolga javob. Ya'ni siz bir kun o'zingiz bilan yolg'iz qoling, ya'ni o'zingizga o'zingiz 3 ta savolni berishingiz kerak. Men kimman? Bu narsani nima uchun boshlaganman? Ya'ni noldan boshlaganingizda nima uchun maqsad qilganingiz shu narsani. Ana o'sha narsa esingizda qolsin va uchinchisi bu imini yon atrofdagi odamlaringiz bu narsaga qanaqa qarayapti. Mana shu 3 ta narsani bilganingizdan keyin maqsadingiz silliq ketadi. Chunki maqsadsiz qilingan narsa uzoqgacha bormaydi, hozir aytib o'tganimdek. Eng oxirgi beradigan xulosam, bu video qisqa bo'ladi. Ya'ni sizni hayotda luboy maqsadingizdan, luboy qilayotgan ishingizdan chalg'itadigan narsa ko'pchilik aytishi mumkin Instagram, Facebook yana boshqa narsa yon atrofdagi odamlar bo'ladi. Men ishoninglar bu hayotda yashamayman agar mana shu narsa to'g'ri bo'lib chiqmasa. Ya'ni yon atrofdagi odamlar sizni eng katta chalg'itadigan narsa. Bitta realize qilib ko'ring. Nimadir ingliz tili o'rganayotganingizda yoki qaysidir sohani o'rganayotganingizda chalg'ib ketgansiz, davom ettirmagansiz. Nima uchun o'sha paytda yaxshilab eslab ko'ring-chi. Aniq o'zingiz uchun emas, siz atrofdagi odamlar 100% chalg'itib borgan o'sha payti. Siz buni prosta qabul qilmagansiz, prosta ulamani yaqin insonim o'rtalarimda davom etgansiz. Va shu narsani sizga yetkazmoqchi edim, biling va kelajakda bu narsa sizga foyda beradi va yaqin orada men Malayziyaga uchib ketaman. Agar sizga chet eldan universitetlarga topshirish, o'qish va sayohat videolari qiziq bo'ladigan bo'lsa, mening sahifamga obuna bo'ling. Sizlar bilan Mr. Sarakin bo'ldi.